Avvalambor assalomu alaykum. Men Eshboyeva Nodira Faxriddinovna 1992-yil 10 sentyabrda Samarqand viloyati Payariq tumanida tug'ilganman. Meni dissertatsiya mavzuyim atmosfera chegaraviy qatlamida ifloslantiruvchi moddalarni ko'chish va diffuziya jarayonini matematik modellashtirish. Ilmiy rahbarim Murodov Farruh Abduqahhorovich, texnika fanlari falsafa doktori, katta ilmiy xodim. Olib borgan tadqiqotim mana hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi, ya'ni ekologiya muammosi. Modellashtirish ekologiya muammosi hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bu yerda O'zbekiston uchun emas, bu butun dunyo uchun. Meni o'zi tenglama mana shu asosiy ishim ekologiyada, ya'ni atmosfera chegaraviy qatlamdagi holatni o'rganyapman. Ayni mana shu vaqtda, masalan, qurilishlarning ko'pligi shahar sharoitining ichida, shaharda o'zida ham, zavodlarda bizda o'zi asosiy bizlarning ishimiz o'sha zavodlardan chiqadigan zararli moddalarni atmosferaga qanaqa ta'sir ko'rsatayotganligini ko'rsatib berishimiz kerak-da. Ya'ni ko'rsatib, ya'ni o'shani matematik modelda bashoratlab, hisoblab chiqarib berishimiz kerak. Menda asosan mana shu adveksiya diffuziya tenglamasini bosim gradientlari orqali hisoblashdi. Boshqalardagida bu narsa qaralmagan. Ya'ni o'sha shamol tezliklarini, diffuziyani hisoblashda biz asosan bosim gradientlaridan foydalanganmiz. Nima uchun? Chunki bizda katta masshtab qaralgan, ya'ni 2000 kilometrgacha bo'lgan masshtab qaralgan. Boshqalarda masalan mikro masshtab, mezo masshtablar qaralgan, lekin bizda sinoptik masshtab, ya'ni 2000 kilometrgacha bo'lgan masshtabni o'z ichiga olganda, ya'ni o'sha masshtabda masalan TX relyef sharoiti ham bor, NoTX relyef sharoitlari ham bor. O'sha NoTX relyef sharoitlarida o'sha bosimlarni o'zgarishini hisoblaganmiz. TX relyef sharoitida bosim sekin o'zgaradi, ya'ni o'zgarish ham kam bo'ladi-da. Lekin NoTX relyef sharoitida o'sha bosim o'zgaradi. Agar bosim o'zgardimi, tezlik hosil bo'ladi. Tezlik hosil bo'lgandan keyin o'sha zararli moddalaringizni ko'chish paydo bo'ladi. Masalan, diffuziya jarayoni oddiygina o'sha zararli moddamizni o'z-o'zidan tarqalish bo'layotgan bo'lsa, adveksiya jarayonida o'sha masalan kelayotgan zararli moddalarni tarqalish masofalari kattalashishi mumkin. Masalan, bizda o'sha tuz bo'ronlari, chang bo'ronlari hozirgi kunda mana shu Toshkentda o'zida ham juda ko'p chang bo'ronlari bo'lyapti, to'g'rimi? O'sha chang bo'ronlarimizni o'sha kirib kelishlarini biz mana hisoblaymiz. Ya'ni bizda o'sha katta masshtablar qaralgan, boshqalardagida masalan oddiygina bitta zavod yoki fabrika qaralgan, zavodlar qaraladigan bo'lsa, o'sha zavoddan chiqariladigan zararli modda qaralayotgan bo'lsa, bizda esa ko'p nuqtali. Ya'ni masalan bitta poliyada o'sha yong'in bo'lyapti. Tuz bo'ronlari kelyapti bizga yoki boshqa yerda. Hozirgi kunda mana shu O'zbekistonda, butun dunyoda mana shu PM degan, ya'ni zararli mayda zarrachalarimiz o'sha inson organizmiga shunaqa kirib keladiki, siz bilmaysiz, oddiygina kunlik sharoitingizda mana changlar bo'ladi, chang hosil bo'ladi. O'sha chang hosil bo'lgan vaqtida biz unga oddiy qaraymiz, lekin ular yillar o'tgan sari nima bo'ladi? Bizda organizmimizga kirib, o'sha o'pkamizda yoki mana shu bizga zararli bo'lgan kasalliklarni olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda masalan allergiya shu darajada ko'payib ketyapti. Nima uchun? Chunki ekologiyamiz toza emas bizda. O'shaning uchun bizda o'shanaqa har xil kasalliklar kelib chiqyapti. O'shalarni oldini olish uchun bizda mana bu matematik modelimiz, ya'ni bashoratlab beradi. O'sha zararli moddalar masalan qayerdan qayergacha boradi. Mana meni o'zimni ustozimda masalan o'sha zararli moddalarni solishtirish, menda esa o'sha zararli moddalarni masalan eng ko'p uchrayotgani P2, P10, oltin gugurt, o'sha zararli moddalar qaralgan. Men ko'proq bu meni mavzuyim bo'yicha ko'proq chet el olimlari ish olib borishgan, ya'ni Taylor, Stoke, Zhang, ya'ni ular zarrachani Lagrange, Gauss modeli orqali, Euler modellari orqali o'sha o'rganib chiqishganda,
endi ya'ni katta masshtabda, ya'ni sinoptik masshtabda ham ular qaragan. O'zimizda esa olimlarimiz Abutaliyev, mana Ravshanov domlani mana shogirdlari asosan mana shu ekologiya mavzusi bo'yicha ko'p ish olib borishgan. O'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu yerda bitta men emas, mana shu 7-8 oy, mana shu oxirgi oylarda uyqusiz tunlar, nima deydi, qancha mehnat. Baribir birinchi o'rinda o'sha kollektiv muhit yaxshi bo'lmasa, siz mana bunaqa hech qanaqa ish ham qila olmaysizda. O'shaning uchun laboratoriyadagilarga o'sha kuni ham to'g'risi rahmat aytdim. Hozir ham yana minnatdorchiligimni izhor qilaman, chunki ustoz 1000 marta o'sha dissertatsiyamni qayta ko'rib chiqdi-da. Lekin qayta ko'rib chiqib, o'sha xatolarni aytishdi, to'g'irladik. Mana taqrizchilarim ham masalan qayta ko'rib chiqib, o'sha xato kamchiliklarini endi mana shu bosqichdan o'tmagan odam bu narsani nima tushunishi sal qiyinroq bo'ladi, lekin baribir ustozlarimga juda ham kattakon rahmat aytaman.